Hozirgi yoshlarning xotirasi pasayib bo'lyapti degan gap bor. Keling shuni tahlil qilib ko'ramiz. Tasavvur qiling, bitta bola televizorda kino ko'ryapti. Kinoda bir insonning qon bosimi oshib vafot etdi. Yonidagi insonlar birinchi yordamni ko'rsata olmadi. Tez yordam kech qoldi. Shunda kinoni to'xtatib, qon bosimi oshganda birinchi ko'rsatiladigan yordam usullari deb aytib o'tilsa yoki qon bosimi nima sababdan oshadi, shular aytilsa yaxshi bo'lardi. Bu ham bir kichik g'oya. Endi esa u televizordan javobni olmagandan keyin bola telefondan qidiradi. Albatta unga o'ziga bo'lgan javobni oladi. Qiziqarlisi 20-25 daqiqadan keyin undan qon bosimi haqida so'rasangiz hech narsani ayta olmaydi. Mana shu xotiraning susayishi. Lekin oradan aytaylik 40 yil o'tganda ham shu bolada shu holat kuzatilsa, ya'ni bir yaqinini qon bosimi oshib ketsa, u birinchi yordamni ko'rsata oladi. Yaqinlari, yonidagilari "Sen buni bilarmiding?" desa, "Yo'q, miyamda to'g'ri deb bilgan ishni qildim" deydi. Lekin aslida u yoshlikda u oziqani olgan, ya'ni qon bosimiga qarshi bo'lgan anti oziqani olgan. U tug'ma bilaman deb o'ylaydi. Hozirgi yoshlar katta bo'lgandan keyin barchasi shuni o'ylab qoladi. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va maksimalni O'zbekiston telekanallarini belgilab keting. Kichik bir insonning kichik bir g'oyasi balkim amallarda qo'llanib qoladi.